Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündüzlük haberler programımızı görüşünlerini kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamızda diqqatinglar ekranımızda olsun. Amerika bilan Tayvanning muhokama yig'ini o'tkazishi Xitoyni qattiq bearam qildi. Amerika bilan Tayvan oldingi hafta to'r yig'ini o'tkazib, Tayvanning xalqaro faoliyatlarga qatnashish masalasini muzokara qilgan bo'lib, bu Xitoyning qattiq noroziligini qo'zg'adi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, 22 oktyabrda Amerika bilan Tayvan taraf o'tkazgan to'r yig'inda Tayvanning BDT tashkillagan muhim faoliyatlarga qatnashish iqtidorini o'stirish masalasi muzokara qilingan. Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchixonasi mazkur yig'inga qat'iy qarshi turganligini bildirgan. Xitoyning Amerikadagi bosh elchixonasi bu haqdagi norozilik bayonotida Amerikani Tayvan bilan bo'lgan rasmiy aloqani va mas'uliyatsiz so'zlarni to'xtatishga, Tayvan mustaqillik kuchlariga har qanday tariqada xato signal bermaslikka, Xitoy-Amerika munosabatiga ziyon soladigan, tinchlik va muqimlikni buzadigan ishlarni qilmaslikka chaqirgan. Bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi shanba kechda bayonot e'lon qilib, Amerika bilan Tayvan amaldorlarining juma kuni to'r yig'ini ochganligini oshkorlagan bo'lib, suhbatning muhim nuqtasi Tayvanning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tashkillagan muhim faoliyatlarga qatnashish iqtidorini qo'llashga markazlashgan. Amerika prezidenti Jo Bayden oldingi payshanba Amerikaning Tayvanning qo'g'dinishiga yordam qilganligini va Amerikaning Tayvanni qo'g'dashga yordam berish va'dasi borligini ta'kidlagan edi. Buningga qarshi Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin oldingi juma norozilik bildirib, Xitoyning atalmish yadrolik manfaati haqida murassa qilishga o'rin yo'qligini jar solgan edi. Xitoy to'r abonentlari boshqarish nizomiga yana tuzatish kirgizdi. Xitoy to'r o'chir boshqarish idorasi to'r abonentlarining hisob nomini boshqarish nizomiga tuzatish kirgizmoqchi bo'lganligini e'lon qildi. Reuters agentligining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy to'r o'chir boshqarish idorasi 26 oktyabr to'r abonentlarining hisob nomi haqidagi o'chir boshqarish nizomini e'lon qilgan bo'lib, to'r abonentlari hisobot mulozimat supasi quramiga yetmaganlarni hisob tizimlash mulozimati bilan ta'minlaganda vasiylarning ruxsatini olish kerakligi o'tirg'a qo'yilgan. Mazkur nizomnoma bo'yicha quramiga yetmaganlarning haqiqiy kimlik o'chiri aholilarning kimlik nomeri va vasiylarning haqiqiy kimlik o'chiriga asosan dalillangan. Xitoy yerlik axborot organlarining xabarlarida Xitoyning mazkur nizomga tuzatish kirgizishdagi maqsadining amaliyotda to'r abonentlarining hisobot nomi o'chirlarini boshqarishni qiliblashtirish, fuqarolarning qonuniy huquqi va boshqa tashkilotlarning qonuniy huquqi va manfaatini qo'g'dash, yaxshi to'r muhitini qo'g'dash ekanligi da'vo qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning to'r o'chir ishxonasi 2015-yili 1-mart rasmiy yo'lga qo'yilgan to'r abonentlarining hisob nomini boshqarish nizomiga tuzatish kirgizgan bo'lib, yillardan beri ijro qilib kelayotgan haqiqiy ismdod tizimlatish tuzumini texmo chingitgan. Blinken barliq a'zo davlatlar Tayvanning BDT sistemasiga qatnashishini qo'llashi kerak dedi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken BDTga a'zo barliq davlatlarni Tayvanning BDT sistemasiga qatnashishini qo'llashga chaqirdi. Reuters agentligining 26 oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bayonot e'lon qilib, Tayvanning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti munbiridan chiqarib o'tilishining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va uningga munosabatli organlarning muhim xizmatini ojizlashtirganligini, aslida bu organlarning hammasini Tayvanning to'pisidan zo'r foydaga erishganligini bildirgan. Blinken bayonotda Tayvan yaqinqi 50 yildan buyon BDTning ba'zi alohida organlarining xizmatiga aktivlik bilan qatnashib keldi. Bu paket xalqaro jamiyatning Tayvanning to'pisiga intayin ahamiyat berganligini isbotlaydi. Ammo yaqinda Tayvanning Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo bo'lib to'pa qo'shish tirishchanligiga ruxsat qilinmadi degan. Blinken bayonotining oxirida yana, garchi virus yuqumi dunyoga ta'sir ko'rsatgan bo'lsa-mu, biroq Tayvanning yanada dunyo sahiya tashkiloti qatori xalqaro organlarga qatnasha olmaydiganligini ta'kidlagan. İstanbulda Payg'ambar alayhissalomni qo'llash jamiyatining ichilish murosimi o'tkazildi. Xalqaro Payg'ambar alayhissalomni qo'g'dash majlisi 26 oktyabr İstanbulning Güneşli rayonida Xalqaro Payg'ambar alayhissalomni qo'llash jamiyatining ichilish murosimini o'tkazdi. Murosimga Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlari birligidan bir hay'at taklifga binoan ishtirok qildi. Hay'at Sharqiy Turkiston axborot va media jamiyati raisi Abdulvaris Xotan, Sharqiy Turkiston O'limalar birligi rais vakili Mahmudjon Damullam,
Birlikning kotibi Abdul Ahad Ujad, O'limalar birligi a'zosi Nizomiddin Tamkini qatorliq ustozlardan tashkillandi. Hay'at murosim jarayonida har qaysi davlat va rayonlardan kelgan diniy rahbarlar, o'limalar va akademiklar bilan ko'rishib, Sharqiy Turkistonning navbatdagi vaziyatini, jumladan Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan diniy bostirishlarini tunishtirib o'tdi. davlat guruhi boshliqlar yig'ini Rimda 100 turani ochilmoqchi. 20 davlat guruhi boshliqlar yig'ini Italiya poytaxti Rimda 100 turani ochildigan bo'lib, bu Xitoy virusi mezgilda 100 turani ochilgan tunji G20 yig'ini bo'lib hisoblanadi ekan. Turkiya Ovoz radiosining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, 20 davlat guruhining tunji raisligini 2020-yili 1-dekabr Saudiya Arabistonidan o'tkazib olgan Italiya 30-31 oktyabr Rimda chaqirilgan G20 boshliqlar yig'inda navbatchi raisligini Indoneziyaga o'tkazib berdi ekan. Yig'inda rahbarlarning ko'p qutblik, barobarlik va sahiya xizmatlaridan bahramand bo'lishni kafolatga ega qilish, kelgusidagi zarbalarga taqobil turishni kuchaytirish va umumiy farovonlikni qo'llash, shundoqla vaboga qarshi tez inkas qaytarishga kafolatlik qilishga diqqatini markazlashtirishi va yangi va'dalarni berishi kutilmoqda. Yig'inda Turkiyaga vakolatan Prezident Erdo'g'an ishtirok qilgan bo'lib, bosh ministerlik vazifasidan ayrilish oldida turgan Angela Merkel oxirgi qitim Germaniyaga vakolatan G20 davlat guruhi yig'inga qatnashadi ekan. Yig'inda Amerika, Angliya, Fransiya, Rossiya, Kanada, Yaponiya va Germaniya, Turkiya, Janubiy Koreya, Avstraliya, Braziliya va Argentina, Hindiston, Indoneziya, Xitoy, Meksika, Saudiya Arabiston, Janubiy Afrika va Yevropa ittifoqidan boshqa sohibxon davlat Italiya taklif qilgan davlatlar bilan Xalqaro pul fondi tashkiloti, Dunyo bankisi, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti, Dunyo savdo tashkiloti, Xalqaro emgak tashkiloti va BDT qatori xalqaro tashkilotlarining vakillari va mas'ullari qatnashadi ekan. Bulardan sirt Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida, Meksika prezidenti Andres Manuel Lopez Obrador va Xi Jinpingning yig'inga tur orqali qatnashadiganligi bildirilgan. Avstraliya Sharqiy Turkiston jamiyatining raisi almashdi. Avstraliya Sharqiy Turkiston jamiyatining raisi Nur Muhammad Turkistoniy apandi raislik vazifasidan istifa bergan bo'lib, jamiyatning 10-qurultay hay'ati Salohiddin Tursun apandi muvaqqat raislikka saylandi. 10-qurultay hay'atining yig'ilishida oldi bilan Nur Muhammad Turkistoniy apandi baliq Sharqiy Turkiston xalqiga salom va tilaklarni yo'llagandan keyin 10-qurultay hay'ati ichida bo'lgan o'zgarishlarni e'lon qilib, o'zining raislik vazifasidan istifa berganligini e'lon qildi va 2019-yili jamiyatga ikkinchi qitim rais bo'lib saylangan mezgilda topshirib olgan Sharqiy Turkiston bayrog'i, Qur'on Karim va jamiyatning tamg'asini muvaqqat rais Salohiddin Tursunga o'tkazib berdi hamda yangi raisning yetakchiligida jamiyat xizmatlarining texmo ro'naq tepishini umid qilganligini bildirdi. Muvaqqat rais Salohiddin Tursun apandimiz so'z qilib, jamiyat a'zolarining jamiyatning barliq ishlarini taraqqiy qildirish uchun o'zining xizmatini yaqindan qo'llashini umid qilganligini bildirdi. Avstraliya Sharqiy Turkiston jamiyatining muavin raisi Toshmamad Hoji apandi bu vaqtda to'xtalib, sobiq raisimiz Nur Muhammad Turkistoniy bilan birga xizmat qilayotganimga 10 necha yil bo'ldi. Qarindishim oila ishlari sababli vazifasidan istifa berdi. Jamiyat rahbarlarini yoshlantirishni maqsad qilib Salohiddin Tursunni muvaqqat rais qilib saylab chiqdik. Nur Muhammad Turkistoniy jamiyatining 9-qurultay va 10-qurultay mezgilda 2 qitim raislik vazifasini o'tadi. Bu jarayonda jamiyat ishlarida zo'r taraqqiyotlar borliqqa keldi deganlarni bildirdi. 37 yoshli Salohiddin Tursun apandi 2014-yili Avstraliyaga kelgan bo'lib, 2016-yili Avstraliya Sharqiy Turkiston jamiyati 9-qitimli qurultayga hay'at bo'lib kirib, hozirgacha jamiyatning tantarbiya ishlari raisi vazifasini o'tab kelgan. Bu jarayonda Adelaide shahrida yoshlarni da'vo faoliyatiga tashkillash jihatlarida aktiv xizmat qilgan va shundaqla jamiyatning tantarbiya ishlarini taraqqiy qildirib, yaxshi natijalarni qo'lga keltirgan. Fransiyada yil oxirigacha yana 7 masjid va islomiy jamiyatni taqmoqchi. Fransiya hukumati bu yil oxirigacha yana 7 masjid va musulmonlar jamiyatini radikal islomni qo'llagan degan bahona bilan taqashni planladi. Turkiya Ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, Fransiya ichki ishlar ministri Gerald Darmanin bu yilning oxirigacha yana 7 masjid va musulmonlar jamiyatining taqildiganligini e'lon qilgan bo'lib, o'chmanlik tarqatgan va radikal islomchilikni qo'llagan deganlar bahona qilingan. Gerald Darmanin yana Al-Lunis shahridagi bir masjidni radikal islomni qo'llagan degan bahona bilan 6 oylik taqash qaroridan mamnun bo'lganligini, u jamining boshqurilishining banki hisobotining to'ng'iltilganligini bildirgan.
Sarti Vali Mahkamasining 25-oktyabrda e'lon qilgan bayonotida Allonisdagi 300 kishilik jamoati bo'lgan masjidning radikal islomni qo'llagan degan sabab bilan 6 oy taqalganligini bildirgan edi. U yana Fransiyaning navbatdagi prezidenti Macron 2017-yili vazifaga o'ltirgandan buyon jam'iy 13 musulmonlar jamiyatining taqalganligini ham baharlagan. Darmonin yana mamlakat miqyosidagi 2500 masjiddan 92siga qaratilgan tekshirish natijasida 21 masjidning taqalganligini tilga olib, 2020-yili 9-oydan boshlab 36 ming chet ellikning ommaviy tartibga tahdid solganligi sababidan o'ltiraqlashish ijozatnomasining bekor qilinganligini ta'kidlagan. Amerikadagi bir tekshirish natijasi vaksinaning unumini isbotladi. Yangi tekshirish natijasi Xitoy virusi yuqumiga qarshi yasab chiqarilgan vaksinalarning unumli ekanligini isbotladi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Amerika kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish markazi 9 sog'lomlik organi bilan hamkorlashib tayyorlagan tadqiqot dokladini e'lon qilgan. Dokladda ko'rsatilishicha, Pfizer, Moderna va Johnson vaksinasini emlangan 11 million odam tekshirilgan bo'lib, 7 sog'lomlik markazining 2020-yili 12-oydan 2021-yili 7-oygacha bo'lgan jarayondagi sonliq ma'lumotlarimo tekshirilib analiz qilingan. Tekshirishda vaksina emlanganlarning Xitoy virusidan boshqa sabablar bilan o'lib ketish nisbatining vaksina emlatkizmaganlarga qaraganda xeyli tuvan ekanligini o'tirg'a qo'yilgan bo'lib, BioNTech Pfizer vaksinasining har 2 qutisining emlatganlarning vaksina emlatkizmaganlarga solishtirganda Xitoy virusidan boshqa kasalliklar bilan o'lib ketish sababining 34% tuvan ekanligi isbotlangan. Uyg'ur hozirgi zamon she'riyati va Uyg'ur adabiyatining mashhur vakillaridan biri, ilm ma'rifatning yolqinliq kuychisi Abduxoliq Uyg'ur qisqagina hayotida millatimizni uyg'otish yo'lida tinimsiz kurash qildi. Uning bir asr burun yozgan Uyg'on nomli she'ri hali ham kuchini yo'qotmasdan Uyg'ur xalqiga xitob qilmoqda va Uyg'ur xalqi ana shu nidolarga quloq solmaganligining ochiq natijasini ko'rmoqda. O'chmas izlar programmamizning 3-sonida 1933-yili 3-oyning 13-kuni Jallod Shinsay tarafidan bir turkum sabdoshlar bilan birga 32 yoshida shahid qilingan marhum Abduxoliq Uyg'urning Uyg'on nomli she'ri yozilganligining 100 yilligi munosabati bilan xalqimizga uning o'chmas asarlarini tajovuzchilarga qarshi sunmas irodasini yana bir qatim eslatishni niyat qildik. Bu qitimqi sonimizda Kamina Abdullah Yalqunning riyosatchiligida programmamizning doimlik mehmoni Yaponiya Kagoshima Xalqaro universiteti mutaxassisi doktor Hoji Qutlug' Qodiri apandi bilan marhum shoir Abduxoliq Uyg'urning hayoti kurashlari bilan qaytadan tunishib chiqamiz. Ko'rurmanlarimizni 28-oktyabr payshanba İstanbul vaqti soat 18 da Istiqlol televiziyasining YouTube va Facebook ekranlarida kutamiz. Programmamizni vaqtida ko'rishinglarni va boshqalarga tavsiya qilishinglarni umid qilamiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.